Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun sanamiz 2026-yil 21-aprel sanasi. Telenskiy Clary ochiq maydon terim bo'lyapti. Ozgina joy xolos. 9 qator. Qatordan bir tog'ridan chiqyapti mana bu hosildorlik bilan. Clary. Terimda dushi bo'lyapti. Hech qanday ozuqa yemaydi. Hech qanday o'g'it solinmagan. 0. Tagi 0. Yerda o'zidagi olib bergan ozuqalari. 1 gram yoki 1 tomchi ozuqa bo'lmagan. Chunki tomchi degan sababi bizda kapinlik, bu kokos. Yer yumshoq, qattiq yer yumshatish uchun xolos. Yumshoq turish uchun. Begom saralashmagan, toza kokos. Pomidordan chiqqan eski kokoslar. Clary. Bitta tutdi hosilni qarang. Yorib olishga bergan hosilda. Akalar, ko'chatlar uchun zakaz qabul qilamiz. Massa mana. Bitta tub hosil va massalar. Asosan adbor. Terim asosiysi adbor. Adbor sredni. Mayda yo'q. Mayda chiqmaydi. Hech qanday ozuqasiz holatdagi meva berish bilan. Agar ozuqa yesa bormi? Yondirib yuboradi hosilda. Portlatib yuboradi hosilda. Hech qanday ozuqasiz hosil yeyishi. Hech qanday ozuqa bermasdan hosil berishi bular. Gumburlatib yuboradi. Agar o'g'it yesa, bizda hech qanday ozuqa yo'q. Hech qanday bochka yo'q. Salfan tortib qo'yilgan. Salfan tagiga ozuqa ko'milmagan. Shu ishlangan. Hop. Artizonda chiqarilgan samotokning artizon suvi bor. Hop. Tashlama suv chiqib turadi. Suv to'xtab qolmasligi uchun o'sha olib qo'yiladi. Mashinalarda hozir ona ko'chatlarga ekilgan koreyskiy so'xanga tashab qo'yilgan. Bunaqa suv ketyapti. Mana shunga olib qo'yiladi xolos. Boshqa hech qanday ozuqa yemaydi. Hech qanday boshqa suv ichmaydi. Shu holatda Telenskiy Clary. Akalar, ko'chatlar uchun zakaz qabul qilish boshlandi.